Hop, demak, so'ng darsimizni yozib boshladik. E, Bitta davomatni keyin yana qolamiz. Hop, bo'ldi, davomat demo oldik. Endi mana boshdan ko'rsataman. Dasturni ochgan vaqtingizda sizda o'sha student versiyasi men tashlab bergan linkdan kirib student versiyani kompyuteringizga o'rnatasiz. Agar universitetimiz hududida bo'lsangiz, internet kabelini ulab turib siz akademik versiyasidan foydalanishingiz mumkin, litsenziyali variantini. Uyingizdan turib yoki birovni kompyuteriga o'sha student versiyani o'rnatgandan keyin student versiyadagi PTV ismni mana bu joyiga yozib qo'ygan bo'ladi. Hozir menda demo version ishlatyapman. Demo version qachon chiqadi? Siz akademik, ya'ni litsenziyali variantini uстановка qilib kompyuterga, lekin litsenziya bo'lmagan holatda sizda demo versiya, ya'ni demo versiyani farqi istalgancha ishni bajarishingiz mumkin keng ko'lamda ham, lekin saqlab bo'lmaydi. Yopganingizda yana noldan o'chib ketadi hammasi. Shuning uchun demo version faqat ishlatib ko'rish uchun, ishlatib ko'rib, uni imkoniyatlarini ko'rib olib tekshirib ko'rish uchun. Men hozir universitet hududida bo'lmaganligim uchun internet kabelisiz hozir o'zimni kompyuterimda ko'rsatyapman. Shuning uchun men demo versiyada ishlab ko'rsataman. Xo'p, bu yerda demak modellashtirishda shu oyni ochildi deylik. Sizda student versiya deb yozib turadi mana bu yerda. Ishni nimadan boshlaysiz? Tepadagi bular faylda chiqadi, saqlash, faylni ochish, faylni topib olishingiz. Editda siz bu yerda tilni o'zgartirishingiz mumkin. Kerak bo'ladigan ishlarni aytib o'tib ketyapman. Mana user preference ga kirasiz. Ikkala tilni ham kerakli tilni tanlab, pastda OK degan knopka chiqadi. O'sha OK ni bosganingizdan keyin demak sizga ko'rinadi, o'sha bir programma tilni o'zgartira oladi boshqa tilga. Xo'p, men ingliz tili qulay bo'lgani uchun ingliz tilida tushuntirib ketaman. View da siz odatda bu yerda eng kerak bo'ladigan narsa sizga kerakli ekranda ko'rinib turgan qurilmalarni, uskunada panelda kerakli jihozlarni topib olishingiz uchun yordam beradi. Masalan, olaylik, mana bu yerda chizadigan, ishlatadigan xuddi ketmon kabi har xil bolta, pichoq kabi uskunalar bu yo'lni modellashtirishda, chizishingizda kerakli. Va buni adashib X ni bosib yuborib yo'qotib qo'ysangiz, shu view ni bosib, o'sha yerda network objects degani bor, o'sha tarmoqni obyektlari chizish uchun infratuzilma obyektlari deb nomlab turibdi. O'shani bitta bosamiz, chiqadi. Shuning uchun kerak bo'ladi shunaqa narsalarni topib olish uchun. Listda odatda olingan, kiritgan ishlaringizni ro'yxatlarni olish uchun ishlatasiz. Hozircha kerak emas. Base data ham kompyuterni orqa fonida, shu modellarning simulyatsiyani orqa fonida o'zgartirishlarni shu yerdan kiritasiz. Masalan, translosdan tezliklarni o'zgartirmoqchisiz, sinf turlarini o'zgartirib qo'ymoqchisiz, shulardan kiritar ekansiz buyruqlarni. Trafikda bu yerda siz transpostlarni tarkibini belgilab berasiz. Vehicle compositiondan foydalanishingiz mumkin. Eng kerak bo'ladigan signal control, bu eng ko'p kerak bo'ladi. Signal control ustidan bosib svetoforlarni miyasini, sxemasini ishlab chiqasiz signal controlda. Simulationdan siz simulyatsiya qilish, videoga olish, shunaqa ssenariylar qilishingiz mumkin. Evaluationda shu baholash oxirida natijalarni olishda ishlatasiz. Presentationda siz kameralar o'rnatib, shu videoni qaysi tomondan rakursdan o'rnatib sizga bitta video tayyorlab beradi. Qilgan ishingizda 3 minutlik, 5 minutlik video tayyorlab olishingiz imkonini beradi. Qolgani hozircha kerak bo'lmaydi tepadan. Endi pastdagilarni tushuntiraman. Bu yerda tezkor tugmalar, demak, bu yangi oyna ochish uchun bosiladi. Keyingisi bu faylni ochib olish uchun, uchinchisi saqlash uchun faylni. Soat, buni bossasiz, qachonki simulyatsiyani bosganingizda sekin ko'rinib turgan bo'lsa, lekin siz o'sha simulyatsiyani oxirgi holatini, ya'ni siz bir soatiga mana buncha oqim deb 10 mingta, 20 mingta deb turib mashina kiritsangiz agar, o'sha 30 mingdan keyin oxirgi holatlar, eng pik vaqtlari qanaqa bo'lishini ko'rish uchun bitta soatni bosib turib bir o'chirib yoqib olsangiz tezlashtirib beradi. Ya'ni oldinga surib beradi vaqtni. Tirband bo'lgan holatni ham bittada ko'rishingiz mumkin. Bo'lmasam agar safar simulyatsiyani yoqqan paytingizda boshida siyrak paytini ko'rishingiz mumkin.
noto'g'ri xulosa olishingiz mumkin. Shuning uchun pik vaqtlarni ham ko'rishingiz imkonini beradi tezlashtirib. Hisob kitob jarayonini ham tezlashtirib beradi. Hisob kitob tezroq o'tkazish imkonini beradi. Keyin bular juda ham ko'p qo'lladigan qurilmalaringiz bo'ladi, tugmalaringiz. Bu simulyatsiyani bosib yoqishingiz, mana buni ustida to'xtatishingiz imkonini beradi. Bitta eslatma, demak videoni chizib bo'ldingiz, chorrahani chizib bo'lgandan keyin buni bosib ko'rasiz videoni. Keyin yana to'g'rilamoqchi bo'lsangiz bir ikkita joylarni buni to'xtatishni bosmagunizcha dizaynga yana o'zgartirish kirita olmaysiz. Shuning uchun to'xtatib olib, xuddi bu mashinani remont qilishga o'xshaydi. Mashinani yurib ketayotganda siz uni motorini ocha olmaysiz-ku, xuddi shunaqa to'xtatib olib mashinani keyin yana ko'rishingiz mumkin, ishni davom ettirishingiz mumkin. Xo'p. Mana bu yerdagi narsalar, kichik panellardagi narsalar nimalarni bildiradi? Bu xaritani o'chirib yoqadi. Agar ixtiyoriy chorrahani chizayotgan bo'lsangiz, o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Xarita kerak bo'lsa yoqsangiz bo'ladi. Lokatsiyadan siz nomini yozsangiz, kerakli hududni tanlaysiz. Masalan, Toshkent deb yozamiz, Toshkent shahri chiqib keladi. Mana O'zbekiston Toshkent. Mana xaritada topib oldik. Kerakli ko'chalar nomini ham shu yerdan kalit so'zlarni yozib topishingiz mumkin. Keyingi yana kerak bo'ladigan narsa qo'shuv, ayru. Agar siz ishlayotgan yakuniy imtihonga kirganda siz ishlayotgan kompyuterda shu qo'shish, ayirish, bu uzoqlashtirish va yaqinlashtirish muruvvati buraydigan agar ishlamay qolsa sichqoningizda, mana shuni ham bosib turib, plyusni bosganingizda o'z-o'zidan katta bo'lmaydi. Siz kerakli oynani mana bunaqa qilib belgilab berishsiz, qaysi oynani kattalashtirishini. Aynan qaysi chorrahani kichkina qilib chizsangiz, o'sha chorrahani katta qilib ochib beradi sizga. Shu imkoniyatni yaratadi sizga mana shu yaqinlashtirish, uzoqlashtirish funksiyasi o'sha. Bitta bosamiz yaqinlashtirishni, nima bu yerda kichkina holatni katta qilib ber deyman, o'sha chorrahani kattalashtirib beradi. Ayru, ya'ni uzoqlashtirish qancha bossangiz shuncha uzoqlashib ketaveradi, u juda sodda. Xo'p. Bular ham videolarni va video tayyorlayotganingizda simulyatsiyani video qilib tayyorlashda qayerda qanaqa qilib tanlashga imkon beradi. Hop. Bu qo'lni bosganingizda chap knopka bilan sichqonchani ushlab turish imkonini beradi, ushlab o'zgartirish u yoq bu yoqga. Bu yerda kubikni rasmi chiqib turgani, bu 3D shaklda chizgan modelingizni hozir hech narsa chizmaganim uchun ko'rsatmayapti. Tak o'shani bossangiz, boshqa paytda modelingizni uch o'lchamda ko'rsatib beradi. Hop. Endi chap tomondagilarni tanishtirib o'taman. Bular birinchisi links degani razmetkami, shunaqa deb chiqib turadi, anaqada atreski deb chiqib turadi rus tilida. Bular yo'llarni chizasiz va yo'llarni bir-biriga bog'lashda shu funksiyadan foydalanasiz. Keyingisi tezliklarni cheklab berishingiz mumkin. Qaysidir ko'chalarga bu ham shu yo'l belgilari kabi chorrahanchida qaysi tezliklarni cheklab berishni ishlatsangiz bo'ladi. Ziddiyatli nuqtalarda kim birinchi o'tishini belgilab berasiz. Ikkitasi kesishadigan bo'lib qolsa chorrahada. Bu ustuvorlik berish, qaysidir ko'chalarga, yo'nalishlarga chapga burilish, o'ngga burilishlarda belgilab qo'yib, shu birinchi yo'l beradigan qilsangiz bo'ladi. Yo'l belgilarini, stop chiziqlarni o'rnatishda, svetoforlarni qo'yishda, ya'ni joyini chiziqda yo'lning ustida belgilab berish, ya'ni 1-12 stop chizig'i bor-ku, xuddi o'sha stop chizig'ini belgilagan kabi svetoforni olib borib qo'yishda shu yerni ishlatasiz. Lekin svetoforni 3D shaklini ishlatish uchun buni ishlatasiz. Svetoforni miyasini ishlab chiqish uchun esa signal controldan, mana signal control ustida bosasiz. Ko'rdingizmi, svetoforga tegishli 3 ta narsa bor, 3 xil joyda. Hop, keyin bu yerda detektor qurilmalar o'rnatishingiz mumkin, sanash, hisob-kitob olish uchun. Transpostlarini kiritish uchun mashinalarni kiritasiz, yo'nalishlarini, nechtasi chapga o'ngga burilayotganini bu yerdan belgilab kiritasiz. So'ngra qolganlar jamoat transporti, parkovkalar uchun kerak bo'ladi. Mana bu qismida yana yo'l chiziqlarini bu yerdan kiritsangiz bo'ladi. Hop, 3D svetoforni aytib o'tdim. Eng kerak bo'ladiganlar hududlarni, xavfsizlik orolchalarini bular bilan yaratib olsangiz bo'ladi. Obstacle arealardan foydalanib. Bu yerda hammasi keyin piyodalarni kiritish, piyodalarning yo'laklarini, yo'nalishlarini berishdan iborat bu yerda funksiyalar. Endi bir boshdan eng ko'p
qilinadigan ishlarni va bugungi darsda qilinadigan ishlarni aytib o'taman. Eng ko'p bajariladigan siz yakuniy imtihonga kirganda ham yo'l tuzasiz, ziddiyatni nuqtalarni to'g'irlaysiz, transport vositalarini sonini kiritasiz, burilayotgan o'ngga chapga yo'nalishlarni kiritasiz, svetoforlarni qo'yasiz, 3D model degandan kirib turib 3D svetoforlarni qo'yasiz va mana shu yerdan boshqa yana 3D modellarni ham qo'yishingiz mumkin bo'ladi. Static 3D modelsdan kirib ham, demak, boshqa obyektlarni ham 3D shaklda obyektlar, daraxtlar va hokazoni shu yerdan qo'yasiz. Keyin piyodalarni bu yerdan foydalanib piyodalarni qo'yasiz. Xo'p, asosiylarni aytib o'tdim. Endi bugungi darsda ko'ramiz. Yo'l chizamiz hozir. Keyin ustiga mashinalar kiritamiz. Keyin svetoforlarni ishlab chiqamiz mexanizmini, svetoforlarni joylashtiramiz, svetoforlarni 3D'sini ham qo'yamiz. Yo'l belgilarini ham qo'yamiz o'sha yerdan, 3D static model deganidan. Va ulgursak piyodalar harakatini ham tashkil etamiz. Hop, qani ketdik. Boshladik. Endi tezkor ishlash uchun sichqonchani yaqinlashtirib uzoqlashtiradigan buragich muruvvatini ustidan bosib tursangiz qo'lga aylanadi avtomatik. Ushlab turib shunda mana bunaqa qimirlatishingiz mumkin, xaritani o'ngga chapga burishingiz mumkin. Biz o'tgan safar chizayotgan chorrahamiz bor edi, hammaga taniqli bo'lishi uchun o'sha stadionni, Bunyodkor stadionining oldidagi pastdagi chorrahani tanlaymiz. Mana bu yerda Chinozor metro, Mirzo Ulug'bek metrosi. Bu yer hozir Dream Park bo'lib, nimadir bunaqa ko'ngilochar joy bo'lgan, park bo'lgan. Shuni pastidagi mana bu chorraha. Bitta chorrahani modelini chizish uchun siz mashinalar tirband bo'lib qolgan holatda ham sig'adigan qilish uchun narigi chorrahadan uzoqdan olib kelib chizasiz yo'llarni. Har doim yangi chizmani, yangi narsalarni xaritaga kiritish uchun modelga Ctrl knopkani bosib turib kompyuteringizdan va sichqonchani chap knopkasini bosib tanlaysiz. Masalan, yo'lni tanlaymiz, hozir yo'l chizaman deb. Va shunchaki chap knopkani bossam hech narsa ishlamaydi. Ctrlni bosib turib chap knopkani bosaman, shunda yo'l chiziladi. Xo'p, o'ng knopkani deganim. Chap knopka nimaga? Chap knopka tanlash, biror narsani ustiga kirish uchun kerak bo'ladi. O'ng knopka odatda ma'lumotlarni, yangi chiziladigan narsalarni, buyruqlarni kiritadi. Ctrlni bosib turamanda, o'ng knopkani bosaman, mana yo'l chizib boshlandi. Juda ham uzoq bo'lgani uchun chiziq bo'lib ko'rinib turibdi hozir menga. Hozir kattalashtiramiz. Bu yerda har doim yo'lni chizayotganingizda eng muhimlariga to'xtalib o'taman. Ko'chani nomini yozishingiz mumkin, nimadir ko'cha deb turib, keyin tasmalar sonini bu yerdan nechta bo'lishini kiritasiz. O'sha yo'nalishda 3 ta bo'lsa 3 ta kiritasiz, 4 ta bo'lsa 4 ta va hokazo. Hozir 3 ta qilamizda. Bu qalinlik enini shu yerdan to'g'rilaysiz. Albatta real ta'sir bilan solishtirib ko'rasiz. Tor bo'lsa kengaytirasiz, keng bo'lsa toraytirish uchun yo'lni mana shu yerdan foydalanasiz. Va avtomobil yo'li bo'lsa road grey, urban motorized deganda turish kerak. Boshqa paytda piyodalar uchun, velosiped uchun qilsangiz, yana boshqa turlarni tanlaysiz bu yerdan. Hop. Va bu yerda turli sathlarda yo'llarni chizayotganda bu yerdan foydalanasiz. Hozir siz bitta base degan fundament deb turibdi, ya'ni bitta qatlam yer sathida turibdi. Uning uchun base datadan, mana bu yerda base datadan kirib qatlamlarni qo'shishingiz mumkin, sathlarni turli qilib har xil balandliklarni belgilab, keyin bu ham ishlaydi o'shanda. Tanlash chiqadi. Hozir tanlash bitta narsa kiritganmiz, miyasiga bitta sath turibdi. Hop. Yo'lni enini belgiladik, sonini belgiladik. Okey. Endi yaqinlashtirib ko'ramiz. Qanchalik o'xshadi. Mana chap knopkani bosib, ustidan ushlanadi. Ko'rib olishingiz mumkin bemalol qanchalik mos tushgan tushmaganini. Keng bo'lib ketib qolibdi. 3,5 metr biroz sig'may qoldi. Mana yo'lning ustiga chiqib ketib qolyapti. Shuning uchun buni 3,5 metr, 3,5 metr, 3 metr qilamiz. Uning uchun ustiga chap knopkani 2 marta bosasiz. Yana boyagi oyna ochilishi uchun. Mana yo'lning xarakteristikasi shu yerdan chiqib turadi. 3 metr, 3 metr, 3 metr qildik. Endi okeyni bosamiz. Mana endi mana bordyurga ham joy qoldi. Tagidagi bunday qimirlatsangiz, tagidagi mashinalar ham haqiqiy anaqasi ko'rinadi. Ishni tezroq qilish uchun to'rtta tomondan alohida olib kelmasdan shuni o'zini tortib yuborishingiz mumkin, lekin keyin burilishlar, qiyshayishlarni chizib chiqishingiz kerak. Sinishlarni mana. Endi buni sal qiyshaytirish uchun yo'llarni
yo'lni ustiga borib, Ctrl 10 knopkani bosamiz. Ctrl 10 knopkani nuqta qo'yadi. Endi mana shu nuqtadan chap knopkani ustiga bosib, o'zgartirib bunday to'g'rilab olishimiz mumkin ekan o'zimizga. Shunaqa qilib nuqtalar kiritib o'zimizga to'g'rilab olyapmiz ozgina. Mana o'zimizga to'g'rilab oldik. Hop. Endi mana har qanday yo'lni chizganingizda o'rtasida mana bunaqa narsasi bo'ladi. Bu funksiya orqali siz mana to'rtburchakni aytyapman. Ushlab turib chap knopka bilan mana bunaqa qilsangiz ko'paytirasiz. Tasmani bitta yo'lni qilib olib, keyin bu yerdan oson ko'paytirib, kamaytirsangiz bo'ladi demoqchiman. Yana alohida anaqani ustiga kirib, chiqib yurish shart emas. Endi bu yo'lni xuddi bu tomonga ham chizishimiz uchun yana alohida chizib yurmaymiz. Tezlashish uchun 10 knopkani bosamizda generate opposite direction, ya'ni qarama qarshi yo'lni ishlab chiqish deganni bitta bosamiz. Rus tilida stretch nimadir, stretchni ko'cha nimadir deb chiqib turadi, o'shani bo'lsasiz. 3 ta bo'sinmi deyapti u tomon. Ha, 3 ta bo'sin tomonda transport vositalari uchun harakatlanish tasmasi ham. Va endi bu yopishib qoldi faqat. Endi u yoqda bordyur bor edi amalda, o'rtada ajratib turuvchi. O'sha bordyurga joy qoldirish uchun ustiga bosib, mana bordyur ko'rinib turibdi. Shu bordyur uchun joy qoldiramiz mana bunaqa qilib. Xo'p, bu ham bo'ldi. Endi bunaqasiga ko'chani chizamiz. Sindirish uchun ustiga nuqtalar qo'yamiz. Pastdagi ko'chaga to'g'ri tushishi. Endi buni qarama qarshi tomonga ham qilib olamiz. Bu tomondagi yo'lga generate opposite direction. Endi olib qaraymiz. To'g'ri turganini tekshirib olish. Endi bordyursiz shunday bir-biriga ulab tashlab qilib bu tomonni yo'lini. Mana. Mana to'rtta tomonga ko'chalarni, yo'llarini chizib oldik. Endi uni eng muhim joyi bog'lash, ya'ni o'ngga, chapga burilib ketadiganlarni bog'lash uchun. Mana chizgan tomonimizni yana boshlaymiz. Bog'lash uchun demak, Ctrl knopkasini bosib, mana qayrilish, burilish qayerdan boshlangan, o'sha joydan boshlang siz ham. Masalan, hozir sizga orientira olish uchun mana ko'rsatib beraman. Chorrahani mana shu joydan, svetofor qo'yilgan joydan o'ngga burilish boshlangan. Xaritada ham mana bu yerda tugagan. Demak, men ham ulash bir-biriga bog'lash uchun shu yerga olib kelib, sizlarga ham taxminan mana bu yerga olib kelib, Ctrl 10 knopkani bosib, yo'lni ustidan xuddi mana bunday qilsangiz, alohida yo'l havoga hech qayerga bog'lanmay havoda qolib ketsa qo'yib yuborsangiz, yana bu yo'lga aylanib qoladi, alohida bitta yo'l bo'lib qoladi mana. Bu yo'l kerak emas bizga, o'chirib tashlaymiz, ustiga bosib, delete'ni bosamiz, o'chib ketadi. Endi bizga bog'lovchi bo'lish kerak. Uning uchun mana bu yerdan keldik. Ctrl 10 knopka bilan ikkinchi yo'lga olib borsangiz, o'z-o'zidan ulanib ketib qoladi avtomatik. Avtomatik ulanib ketdi, demak to'g'ri. Mana shu burchak hozir to'g'ri burchakda turibdi. Faqat hozir okeyni bosib turamiz. Qirra bo'lib qoldi. Endi silliqlashtirish uchun ustiga bosamizda mana bu yerda intermediate point bor. Shu joyiga 10 ni yozib qo'yasiz. 10 ta tochka bilan sindirib, 10 ta joyidan sindirib beradi. Hop. Endi faqat uchala yo'l ham sizda mana shunaqa qolsa muammo bo'ladi, tirbandlik bo'lib ketadi yo'lda. Uchala yo'ldagilar ham o'ngga burilaman deb qoladi. Faqat o'ng tomondagi burilish uchun buni ushlab turib, mana to'rtburchak joyidan anaqa bittaga tushirib qo'yasiz. Endi to'g'ri bo'ldi. Xuddi shunaqa qolgan tomonlarni ham ulab ko'rsatamiz. O'ng tomonlarga bo'ldi. To'g'riga yo'nalish o'zi tayyor turibdi. Uchala yo'ldan ham kesa o'tib ketaversin to'g'riga deb. Bu keyin bir ikkita muammo tug'diradi, uni tushuntiraman. Hozir muammo emas. Endi qaysi tomonga qoldi? Qaysi tomonga bog'layman yana?
Chap tomonga, har bitta tomondan chap tomonga buriladiganlarni berib chiqaman. Mana. Chap tomonga nechinchi tasmadan nechinchi tasmaga, qaysi polosdan qaysi polosaga buriladi? Birinchidan uchinchiga, uchinchidan birinchiga. Kim aytadi? Buni, ya'ni so'rayotgan narsam bunaqa qilamanmi yoki bunaqa qilamanmi yokida buni ushlab turib mana bu yerga o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Bunaqa turadimi? Qaysi bir to'g'ri? Mana shu holat to'g'ri. Chap tomondan ichkaridan yana ichkari unaqaga, ya'ni uchinchi tashqaridan sanab kelinadi doim 1, 2, 3-chi tasmadan 3-chi tasmaga ulanadi. Shu to'g'ri. Boshqa tomonlarni ham chap tomonga burilishini chizib qo'yamiz. Chap tomonlar bo'ldi. Endi chorrahada razvorot ham bo'lishi mumkin, qayrilib olish. Agar qayrilib olish bo'ladigan bo'lsa, qanaqa qilamiz ko'rsataman. Agar teginib ketib mana bunaqa buzib yuborsangiz, chizgan yo'lingizni Ctrl Z ni bosib orqaga qaytara olasiz. Yoki Ctrl Z ishlamasa, mana bu yerda chapga degan orqaga qaytaradi barcha amallarni. O'ngga knopkani bossangiz, hamma anaqani o'ngga surib-surib siljitib beradi. Endi biz hozir sizlar bilan ko'rishimiz kerak bo'lgan narsa hamma tomondan chizib razvorot qayrilib olishni tasavvur qilamiz. Mana bu yerda qayrilib olish chizmoqchi bo'lsak, xuddi chap tomonda yo'lga qaytaramiz mana bunaqa qilib. Keyin sinishlar nuqtasini buni ham o'ng qilib belgilab, OKni bosamiz, mana qayrildi. Lekin bu haqiqatga yaqin emas bu burilish. Shuning uchun haqiqatga yaqin bo'lish uchun buni bitta tasmaga tushiramiz. Hozir buzilib ketdi qaytadan. Mana bitta tasmaga. Endi bu bunga burila olmaydi-ku amalda. Nima qilamiz? Buni ushlab turib tortamiz chegaga. Chap tomondan va mashina bunaqasiga ham burila olmaydi. Haqiqatga yaqin bo'lishni nima qilishimiz kerak desa, mana bularni har bitta tochkani ushlab turib, burila oladigan joyga belgilab, yo'nalishini o'zimiz belgilab beramiz. Hop, mana bunday qilib o'zimiz haqiqiy hayotdagi moslashtirib qo'yamiz. Shunaqa qilib burila oladi. Agar bundan ham kengroq burilsa, kengroq qilib kiritasiz. Biroz o'z qo'lingizda bu yog'i. Hop. Agar birdan uchinchidan sira uchinchiga buriladigan bo'lsangiz, bu ham nereal yo'q bo'ladi. Haqiqatda ham razvat qilish shuncha joy kerak bo'ladi. 3dan birga qo'shilib yana yo'lga qo'shilib ketadi. Yo'l chizish bilan bog'liq ishlarimiz o'z nihoyasiga yetdi. Endi transportlarni kiritamiz. Transportlarni kirish uchun avtomobil rasmi chiqib turgan ustiga bitta bosamiz va har bitta yo'lga borib 10 knopkani bosamiz. Faqat kiruvchi yo'lga, ko'ryapsiz? Faqat mana bu tomondan pastdan kirib keladigan yo'lak bu. Shuning uchun shuni ustiga 10 knopkani bosdim. Va volum degan joyga faqat mashina sonini yozamiz. Olaylik 1200 ta soatiga. Bu yerda transportlar turlari va tezligi keltirilgan. Tezligi 50 ekan mashinalarga, yuk mashinalar, yengil mashinalar bor ekan. Buni o'zimiz to'g'rilashimiz mumkin. Bu vehicle composition deb turibdi. Uning uchun esa trafficda vehicle composition to'g'rilasangiz, bu ham avtomatik sizga to'g'rilanib chiqadi. Hozir bizga bu kerak emas. 1200 tani hamma tomonga ko'chalarga kiritamiz. To'g'ridagi ko'chaga ham 1200 ta. Ikki yondagi ko'chalarga mingta kiritib ko'ramiz. Aslida bu yerda ko'p oqim hozir 5-6 mingtalab oqim bor. Faqat biz kichikroq kiritib turibmiz. Endi 4 tomonga mashina kiritganda bitta bosib ko'ramiz, sanaqani
simulyatsiya qilib ko'ramiz, qanday ishlayotganini ko'rish uchun. Buning uchun videoga borib bitta bosamiz va 3D shaklga mana bu yerdan o'tkazamiz. Yaqinlashtirib ko'rishimiz mumkin chorrahani qanaqa holati keldi. Sekinlashtirib tezlashtirish uchun kompyuteringizdagi minus knopkani bosasiz, raqamlar yonidagi. Bosib tursangiz to'xtab qoladi. Sekin-sekin tezligini shu yerdan rostlab olasiz. Simulyatsiya uchun tezlikni rostlash. Amalda hisob-kitobda tezlikni va kompyuterdan qilasiz. Bunda faqat klaviaturadan bosib simulyatsiya jarayonini tezlashtirib sekinlashtirish mumkin. Mana nima muammo bo'lyapti desa, transportlar bir-birlarini urib ketmoqda. Bir-birini ichidan o'tib ketyapti. Buni to'g'rilash yo'li bor. Ishni bajarish uchun nima qilishimiz kerak edi? Qanday qilsam yana ishchi holatiga o'taman? Xuddi yurib ketayotgan mashinani sozlay olmaymiz, uni to'xtatib sozlaymiz yoki yurib ketayotgan mashinani zapravka qila olmaymiz. Xuddi shunaqa buni o'chiramiz, videoni ham o'chiramiz. Keyin ishchi holatga qaytadi. Endi yana bir ikkita detallarni aytmoqchiman. Chapga buriladiganlar mana kompyuter o'ziga olsa silliq qilib belgilab oladida. Chorrahaga shunaqa yotqizibroq chizib qo'yadi. Bitta mashinani tanlab turib, men yo'lni yana tegina olmayman, o'zgartira olmayman. Yo'lni yana to'g'rilash uchun yana qaytib yo'lni tanlayman chap tomondan. Keyin yo'llarni o'zgartirsa bo'ladi yana. Aytmoqchi bo'lganim, chapga buriladiganlar bizda amalda bunaqa qilib chorraha ichiga kelib turib, to'g'ridagilarga to'sqinlik qilmaslik uchun to'g'riga buriladiganlar o'tib ketgandan keyin chapga buriladi. Yoki orqadagilar qolib ketmaslik uchun ularni ham chorrahaga boshlab kirgizish uchun bu yoqqa kelib turadi chorraha ichiga. Xuddi shunaqa qilib, mana buni o'zingiz har xil tochkalarini ushlab turib to'g'rilashingiz mumkin. Mana hozir shu ishni bajaryapman. Chorrahani ichkariroq. Endi orqasiga ham 2-3 ta mashina kirib chorrahaga kelib tura oladi tezroq harakat davom ettirish uchun. Nima bo'ldi? Endi haqiqiyga o'xshadida kelib burilib ketadi chorraha ichida. Qolgan tomonini shunaqa to'g'rilab qo'yasiz. Bunaqa emas, bunaqaroq bo'ladi. Xo'p. Endi biz qilmoqchi bo'lgan narsa ziddiyatli nuqtalar. Buni tanlaymiz. Mana shuncha ziddiyatli nuqta bor, bir-biriga yo'l bermay bosib ketyapti. Shuning uchun har birini ustiga bosib 10 knopkani bosamiz. Bizga tavsiya beradigani eng to'g'ri variant odatda. Yana ham o'zingiz mahalliy sharoitda to'g'rilamoqchi bo'lsangiz, pastdagi tanlasangiz bo'ladi. Bo'lmasam har doim set degan tepasidan. Agostoliq ber, agostoliq ber deb turibdi. Shularni bosib chiqamiz. Har bir joyda qayerda tepadagi birinchi tavsiya qilayotgan bo'lsa, shuni birinchi bosib chiqamiz. Juda ham ziddiyat nuqtalar ko'p. Sariq bo'lib tursa, bu hali hech narsa tanlanmadi, ish qilinmadi degani. O'sha sariqlarni yoki yashil yoki qizilga aylantirib chiqish kerak. Oddiy joylarda ham ziddiyat nuqtalar yuzaga keladi, ularni ham to'g'rilash kerak. Agar bir-biriga zid to'g'rilab qo'ysangiz, keyin muammo bo'ladi. Amalda transportlaringiz yurmaydi, bir-birini to'sib qo'yaveradi, bloklab qo'yaveradi. Menimcha eng keraklilarni qilib bo'ldik. Bitta ko'ramiz jarayonni. Yana bitta bosib ko'ramiz. Qanchalik to'g'ri. Boyaga aytganimiz soatni bir bosib olamiz. Yo'l beryaptimi? Yo'l beryapti. Bir-biriga nisbatan yo'l berib o'tyapti. Boya urib ketayotganda bir-birini. Endi nima qilamiz bu yerda? Svetofor kerak bizga, chunki bunaqa harakatlar bo'lmaydi. Shuning uchun o'chiramizda. Bu samaradorlikni oshirish uchun. Boshqa narsani tanlab turib, buni ustiga bitta bossangiz, mana bu joyiga o'chadi. Joyi belgiladi. Svetofor uchun biz signal kontrolga kiramiz. Pastda mana bunaqa oyna ochiladi. Biz endi qo'shuvni bitta bosamiz, plyusni.
Mana bunaqa o'ynovchilar svetofor uchun. Bu yerda edit control degan ustiga kiramiz. Mana bu yerda signal program degani bizda fazalarni bildiradi. Mana pastdan tepaga uchinchidagi bu miyasini bildiradi. Demak, fazalarni ikkita qilsak, o'sha chorrahaga ikkita faza. Faza 1, faza 2 qilib yozib qo'yamiz. Endi signal programmingga kirib, plyusni bitta bosamiz, demak, mana bunaqa miya yaraladi. Ikkita faza uchun, bitta chorraha uchun miya mana shu bo'ladi. Endi ustiga chap knopkada mana bu yerda videoni playni bosganga o'xshagan knopkasi chiqib turadi. O'sha joyga 2 marta bosamiz. Mana bunaqa ma'lumot ochiladi. Endi bu yerda yana ushlab turib biz o'zgartirishimiz mumkin bemalol. Sekundlar, keltirilgan svetofor turlari. Mana svetofor turlarini tanlash uchun mana chekkasini bosasiz, shu yerdan hamma turlar kelib chiqadi. Bizga turgan to'g'ri mana shu. Qizil sariq bilan bir markat qilishi, yashil sariqning o'zi. Mana shu to'g'ri tushadi bizga real sharoit. Sekinni bu yerdan to'g'rilaysiz, 90 qilsangiz 90 sekundga o'zgaradi. Agar 10 sekund qilsangiz 10 sekundga aylanadi. Biz hozir 90 emas, 60 qilamiz. 60 ni endi bo'lish uchun mana bu yerdan eng oson usuli ushlab turib, surib to'g'rilash yo'q bu yog'iga. Mana bu yerdan 0-dan 1-faza deymiz. Yashilni ushlab olib 30 sekundgacha yashil yonsin. Keyin 3 sekund sariq yonsin. Yoki 32, katta ko'chada 1200 ta mashina bo'lgani uchun ko'proq yashil berdik. 3 sekund sariq yonadi, keyin qizil, oxirida 1 sekund margat qiladi qizildan sariq. Past ko'chani shunga moslaymiz. Bu yashil yonganda, mana 0-sekunddan yashil yona boshlaganda bular to'xtab turish kerak. Shuning uchun mana bu yerda ushlab turib buni qizilga to'g'rilaymiz. Bular to'xtab turadi. Biz sariqda 35-sekundgacha, mana 32 dan 33, 34 har bitta sizcha bitta sekundda bildirib turibdi. 35-sekundda ham sariq yongan vaqtda bular qanaqa bo'lishi kerak? Bular 35-sekunddan keyin 36-sekundda yashilga o'tib ketish kerak, yurib boshlash kerak. Mana 35 to'g'ri tushdi. Bular ham sariq bilan to'xtayotganda bular margat qiladi yurishga. Bular 100% 36-sekundda qizil to'xtash holatiga o'tdi. Pastda ikkinchi ahamiyatli ko'cha yashilda yurib boshlaydi. Mana shu joy bir-biriga to'g'ri ulanishi kerak. 60 sekunddan keyin yana bir boshdan keladi. Takrorlanaveradi xullas bu jarayon. Xuddi menikidek xullas amaliyotda yoki yakunida ham kirganda menikiga o'xshab svetofor o'rnatib ketsangiz to'g'ri bo'ladi. Hop. Endi to'g'ri saqlab chiqib ketish uchun chap tomonda kichkinagina joyi bor. Mana orqa eshikka chiqib ketishga o'xshagan sariq va yashil. Shuni bitta bosib saqlab chiqib ketasiz. Yes. Endi bizda demo versiya keyingi safarga saqlanmaydi. Shuni ogohlantirib qo'ydi. Siz desa saqlaydi agar student versiyada bo'lsa. Hop, OKni bosib chiqar. Agar OKni bosmay cancelni bosib yuborsangiz, boya qilgan ishingiz bir tiyin atmay bo'lib ketadi. Shuning uchun OKni bosib chiqamiz. Endi svetoforlarni o'rnatish uchun, ya'ni svetoforni ham deganda 3D modelini emas, svetoforni stop chizig'i bo'ladigan joyini belgilab, stop chizig'i mashinalar borib tagiga borib to'xtaydigan joyini belgilash uchun signal headsni tanlaymiz chap tomondan. Keyin bu yerda svetofor o'rnatilgan joyga borib o'ng knopkani bosamiz va bu yerda turi bor, ko'rinmaydigan qilib qo'yish simulyatsiya davomida va sirkulyar mana shunday turaversin, to'rtburchak ko'rinib turadi. Faza 1 bu asosiy ko'cha bo'lgancha faza 1 shu joydan teginib qo'yamiz. Yana faza 1 tanladik, okey. Ya'ni har bitta yo'lak uchun alohida kirityapmiz. Chunki o'ngga, chapga buriladiganlarga turlicha ishora berishga to'g'ri kelib qolsa ham to'g'ri ishlatish uchun. Real sharoitda mashinalar bundan ham ichkariroqda to'xtaydi. Shuning uchun ichkariroq surib qo'yamiz. Svetofordan keyin 10 metr masofa bo'lishi kerak. 1.12 to'xtash chizig'i. Mana to'xtash chizig'i deb 10 metr ichkariga qildik. Endi bu yerda ham faza 1 Endi ichki ko'chalarga faza 2 ni tanlaymiz. Ikkalasi ham faza 2 bo'lsin. Bo'lsam
Agar sal xato ma'lumot kiritsangiz, kompyuterni chalg'itadigan zid muammoni yo'l qo'ysangiz, unda kompyuter sizga tupurganim bor degandek o'zi bilgancha ishlashni boshlaydi, random rejimga o'tib oladi. Random rejim degani ya'ni taxminiy bosadi. O'zicha o'rtachasini olib hisoblab ketaveradi agar siz to'g'ri ko'rsatmangiz bir-biriga zid berib qo'ysangiz. 100 ta mashina bo'lsa-da, siz 50 tasi chapga, 52 tasi o'ngga desangiz, mantiqqa to'g'ri kelmayapti-ku, 102 ta bo'lib qoladi jami yig'indisi. Shunaqa mantiqqa to'g'ri kelmaydigan joylarda adashsangiz, o'zi bilgan qiladi kompyuter. Ixtiyoriy olib ketadi keyin. Svetoforlarni ham bir-biriga zid qilib qo'ysangiz, ixtiyoriy siklga o'tadi, ixtiyoriy yurib boshlaydi. Hop. Bo'ladi. Endi bitta bosib ko'ramiz videoni, simulyatsiya qilib. Mana ko'rinib turibdi, bular yashil yonganda, bular qizil yonyapti, demak bir-biriga to'g'ri tushibdi. Bitta soatni bosib olamiz, pik vaqtini ko'rish uchun yana o'chiramiz soatni. Mana. Ko'rib turibmizki, yashilda o'tyapti, yaxshi, okey. Faqat bir-birini urib ketayotgan joylarga hali ziddiyat nuqtalar berilmagan. Hop. Umuman olganda qizildagilar to'xtab turibdi. Qizildagilar yurib boshlaganda qanaqa yo'l berishini ham ko'ramiz. Okey. Yaxshi ishlab turibdi mana. Chapga buriladigan, ularga to'g'ridan keladiganlar o'tkazib olish uchun to'xtadi. To'g'ri yuradiganlar mana aylanib o'tib, to'g'ri o'tib ketdi. Xuddi real hayotdagi o'xshagandek bo'ldi. Endi yana o'chiramiz bularni. 3D shakldagi svetoforni qo'yishimiz uchun o'chirdik videoni. Buning uchun endi pastga tushib 3D model signal kontrollerni tanlaymiz. Ustiga endi bu tomonga kelib o'ng knopkani bitta bosamiz. Bu yerda stop chizig'i bo'lsa, demak ular mana bu yerda svetofor qo'yishadi odatda amaliyotda. Mana bunaqa to'sinni ushlaganingizda chap knopka bilan sariq tanlanadi, mana bilinadi. Tanlaganingizdan keyin mana bu yerda nimalar qo'shish mumkin bunga ko'rinadi. Bitta svetofor to'siniga balandligi 3 metr ekan, biz buni balandroq qilamiz. Mana bu yerdan balandligini 5 metr qilamiz. Va ustiga yana 2 marta chiqib ketgan bo'lsangiz, yana bitta tanlaymiz. Turi qanaqa bo'lsin deyapti. Mana bunaqa bo'lsinmi yoki bunaqa yog'och stalba bo'lsinmi yoki to'rtburchak bo'lsinmi? Turini ham shundan tanlasangiz bo'lar ekan. Undan tashqari rangini tanlashingiz mumkin. To'sin rangi qanaqa bo'lsin? Ko'kmi, yashilmi va hokazo. Hozir zamonaviy qo'yilayotgan to'q yashil. Germaniyani anaqasiga o'xshaydi svetoforga. Mana bunaqa rangda yashil. Endi bunga yumaloq tanlab turaveramiz. Mana bu arm degani qo'lni qo'shish bitta. Mana qo'lga o'xshagan to'sinni. Hop. Endi svetoforni bossak ustiga svetofor qo'yiladi. Yana qo'lni tanlaymiz mana bu yerdan. Yana svetoforni bosamiz, ikkita svetofor qo'ydi. Endi buni o'ziga ham svetofor qo'yamiz desak, yana bitta o'ziga qo'yib beradi. Svetoforni bosib, endi buni tepa pastga belgilash uchun mana bu yerdan bosasiz. Mana buni bitta bossangiz, ko'kini sechasi yonsa, mana ko'k yonadi, tepaga suradi, yashil oldinga orqaga o'tkazib olib keladi. Mana ko'rasizmi? Hop. Bu havoga olib chiqib qo'yishi ham mumkin. 3 ta tomon x y z o'qi bo'yicha. Endi xuddi shu anaqaga to'singa, mana to'sin tanlaymiz, yashil to'singa yo'l belgi o'rnat deyishimiz mumkin. Svetofor xalaqit bermas uchun svetoforni tepaga olib chiqib qo'yamiz. Yo'l belgini sal pastroqqa tushiramiz. Va yo'l belgi qanaqa ko'rinishda bo'lsin? Xo'p. Yo'l belgini o'ng tomonda texture degan joy bor. Faylni ustiga bitta bossangiz, tegishli yo'l belgilar chiqadi. Bu yerdan asosiy yo'l belgisini tanlaymiz. Mana asosiy yo'l belgisi. Open. Mana asosiy yo'l belgisi ham tanlandi. Endi bu yerda o'sha yo'l belgini ham qo'yib bo'ldik. Endi OKni bosamiz. Mana bu hozir svetoforni qarab turgan tomoni, stilka bor tomon. Buni altni bosib turib, sichqonchani chap
knopkasi bilan mana bunaqa qilsangiz bo'ladi. To'g'rilab olasiz. Hozir qaytadan. Endi buni ushlab turib surishingiz mumkin va qo'lini uzoqroq. Mana svetoforlarni bidiradi ustidagi. Yo'lga to'g'rilab qo'yib, endi 3D'da ko'rsangiz shu joyga mana buni bossangiz aytgancha X, Y, Z o'qi bo'yicha chap knopkani bosib har tomonni aniq tagidan ustidan ko'rishingiz mumkin aylantirib. Mana yo'l belgisi ham o'rnatilgan. Yana bitta video qilib ko'ramiz. Svetofor o'chib turibdi, ishlamadi. Sababi bu bog'lanmay qoldi. Yana svetoforni ustiga bosasiz. Har bitta svetoforni bosganingizda qaysi signal guruhda ishlashini mana bu yerdan faza 1 deb ketasiz. Mana svetoforni ustiga bosasiz. Qaysi orqali ishlasin faza deyapti mana. Signal faza 1 bilan ishlasin. Endi OK ni bosamiz. Videoni qo'yamiz. Bitta soatni bosib olamiz. Mana. Endi svetoforlarimiz ishlab turibdi mana. Bundan tashqari mayda detallarini yanagi darslarda tushuntiraman. Yana nima ishlar qilsa bo'ladi yakuniy imtihonga kirganingizda. Endi dizaynga ishlov bersangiz bo'ladi. Daraxtlar qo'yish, bordyurlar, binolarni qo'yib tashlasangiz bo'ladi tezlik bilan. Va ozgina vaqt oladi, lekin piyodalar, peshoxodni ham chizsangiz, piyodalar o'tish joyini ham chizib, piyodalarni ham kiritsangiz, juda ham ajoyib ish bo'ladi. O'shanda bemalol 5 ga tortadigan ish bo'ladi siz chizgan yo'l harakati modeli. Mana yuk mashinani ko'ryapsiz, inobatga olinmagan ekan, burilish tor qilib qo'yilgan ekan. Shunaqa xatolarga olib keldi. Xo'p. Shu yerda yakunlab turamiz endi darsimizni. Bugungi darsimizda videoni o'chiraman. Bu videoni bemalol amaliy darslarda istalgan kompyuterga student versiyasini internetdan yuklab olib chizsangiz bo'ladi. Shuni ham ko'rsatib ketay, agar qanaqa qilib internetdan topish kerak. Internetni topish uchun hozir yozasiz bu yerga, Google'ga yoki anaqaga, internetimizga, Chrome'ga ptvisim student version 2025 download desangiz mana ptvisim student versiyasi 2025 ni yuklab olish degan. Mana bu link ustiga bossangiz avtomatik tarzda yuklab boshlaydi. Ogohlantirish bitta beradi. Hozir bu yer ikkita narsa chiqadi. Tepadagi Visum, adashib ketmang. Visum bu boshqacharoq programma, katta makro modellashtirish imkonini beradi. Siz pastdagi Visum deganini tam bossangiz, avtomatik yuklaydi. Hozir menga kerak emas, shuning uchun bosmayman. Bu 1.3 gigabaytli material, 1350 necha megabayt ham. Shuni bossangiz yuklanadi. Keyin ustiga bosib, OK ni bosib sinfga qilasiz. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, shu yerda endi videoni to'xtatib turamiz. Rahmat, charchamang. Xo'p, salomat bo'ling sizlar. Videoni Doniyor akaga tashlab qo'yaman, qolganlar guruhlarga tashlab beradi. Tushunali, rahmat. Xo'p, salomat bo'ling sizlar.